Yo bolalar, barchaga salom, sizlar bilan men Xardan Samuray bo'lib, bugungi videoda ko'rib turgandek bolalar, biz o'zlarimizga sut zavodini quramiz bolalar. Men firmaga kelib oldim bolalar, men firmamdaman va menda bittagina mol bor xolos, mana ko'rayotgandek, birinchi levellik bitta mol bor. Bu mol orqali biz yig'gan hamma sutlarimiz mana yerda yig'ib olaman, ko'rayotganda bitta menga 16 ta, 17 ta sut yig'ilgan bolalar. 17 ta baklashga sutni men topshirib, buni sotuvga qo'yaman bolalar. Sotuvga qo'yganimdan keyin buni sotilgan pullarni mana brat menga olib kelib beradi va men aytdim, men o'zim pullarimni hammasini yechib olishim va olishim mumkin. Kerak qolgan pullarga bolalar mana bu yerda o'zimga yangi sigirlarni sotib olaman bolalar. Shunaqa biznes qilib biz bugun boyib ketishimizga to'g'ri keladi bolalar. Kerakchi bolalar, video boshlagan videoga like bosib qolmaganlarga obuna qo'yinglar bolalar. Bugun biz albatta boyib ketishimiz kerak bo'ladi. Menda atigi 6 ta dollar bor, bu degani bolalar, menda 60 ming so'm pul bor bolalar. Bu bilan men biznes boshlaganman. Maytda menga 120 ming so'm daromad keldi. Qaranglar, 12 dollar, 18 dollar pulimiz bor, 9 dollarda ikkita o'zimga ikkita ana olsam bo'lardi demoqchi edim, lekin bitta olsa bo'lar ekan. Va bola 3 ta molni, 3 ta sigirni men bitta birlashtirsam bo'ladi. 3 ta sigirni birlashtirib qo'yadigan bo'lsam bolalar. Oy, menda bitta ikkinchi levellik qanaqadir ko'zi qorinlik boshqa turdagi mol paydo bo'ldi. Endi uni sutlari ancha qimmat bo'ladi bolalar. Mana bu ko'rayotganda bu sut sotilish tezligi bolalar. 10 dollar pulimiz bo'ladigan bo'lsa, biz sutimizni sotilish tezligini aniq qilib qo'ysak bo'ladi, o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Kerakchi hozir sutlarimni qaranglar, hamma sutlarimizni yig'ib olamiz. Hamma sutlarimizni yig'ib olganimizdan so'ng 30 ta sutni 37 ta ekanda, 30 ta baklashga sutni sotamiz. Hamma yerda pullarimiz yig'iladi, hamma yig'ilgan pulni olib, bu yerda sotuvni ham tezlashtirib olamiz. Agar biz buni kuchaytiradigan bo'lsak, bizning sotuvimiz tezlashadi. Ya'ni bizning sutlarimizni tez sotib tashlaymiz. Demak, bizda 50 dollar pul bor. 50 dollarga men yana 5 ta sigir olsam bo'ladi. Oy, men yana 5 ta sigir xarid qildim va yaxshi, hamma pulimni hozir investitsiyaga qo'yaman bolalar. Pulimiz 2x qilib beradigan narsa bor ekan. Mana bu yerda 2x qilamiz pulimizni. Ko'rayotganingizda meni pulim endi 2x bo'ladi. Ya'ni qancha pul topsam, o'sha menga 2 marta ko'payib keladi. Zo'r. Endi bitta menda hozir qancha 2 dollar pul bor. Endi 2 dollar menga ko'payib keldimi? Yo'q, 2 dollar bo'lib keldi. Kerakchi mana bitta nima qilamiz endi? Biz mana sutlarni hammasini yig'ib olishimiz kerak. Hamma sutlarni yig'ib olib turib, "Oy, menda nechta baklashga bo'ldi? Mana ko'p sigirim bo'lganiga, meni juda ham ko'p baklashga sutlarni ishlab chiqaryapti, zo'r. 107 ta baklashga sutim bor. Buni men bratga topshiramiz. Aka, iltimos, tezroq sotib bering, bo'ldi. Gap yo'q dedi ana. Endi bularni hozir soqqalarini yig'amiz. 50 dollar yana pulimiz bor. Endi bizga 90 dollarga yana 5 ta sigir sotib olsak bo'lar ekan. 90 dollar pul yig'ib olamiz. 90 dollar pulimiz bor. Yaxshi. Bo'yda yangi 5 ta sigir sotib olamiz. Oy, yangi 5 ta sigir sotib oldik. Oy, menda 3-levellik cho'kodigan arqalar shokoladli bo'lib sigir paydo bo'ldi. Bunisi boshqa gap. Qani ketdi. Endi mana bu yerda hamma sigirlarimiz ishlagan, ana tuqqan, qarochi anaqa baklashkali sutlarni yig'ib olishimiz kerak bo'ladi. Bola ko'rtirganda menda juda ham ko'p baklashga qilib yopti bolalar. Menda juda ham ko'p sutlar bor, qaranglar. Oy, mana qancha 400 ta baklashga sut bo'lib ketibdi. Bular hammasini hozir tashlaymiz va bularni hammasini sotuvga qo'yib yuboramiz. Hamma sotuvga qo'yganimizda bular tezroq sotilishi uchun bolalar biz mana bu yerda mana kuchaytirishimiz kerak. Albatta hamma pulimizni hozir mana shuni kuchaytirib tashlaymiz. Shunda bizaniki вообще tez sotiladigan bo'ladi. Demak, bizda avto collect bor ekan bolalar. O'zi avtomatik yig'ib olar ekan pullarni 20 Robuxga hammasini sotib olamiz. Yaxshi bolalar, buni ham sotib oldik. Chotki. Oy, meni 1k pulim bor. Yo'q bolalar, 1k pulim bor. Bizda вообще boshqa gap. 1000 dollarga men 25 ta yangi bolalar, 25 ta yangi. Oy. 25 ta yangi sigir sotib oldim. Buni sutlarni kelishini qaranglar. Oh my god. Oy, 4-levellik qanaqadir tulkili sigir. Tulkini anosida olar ekanmiz, bolalar tulkini sutidan olib turib uni sotar ekanmiz. Menga qanaqadir 91 dollarga narsa chiqdi. Buni ochib ko'ramiz. Qani qutining ichidan nima chiqar ekan bizga? Oy, yana tulki chiqdi. Oy, yo'q bolalar. 4-levellik tulki chiqdi menga. Tulkini endi mana narsasini olar ekanmiz va sotar ekanmiz bolalar. Endi 889 ta pashti 1000 ta sut bor bolalar. Hozir hamma soqqalarni olamiz va bularni hammasiga aniq qo'ramiz. Avto collect nima? Pulim avtomatiga olish ishlamayapti. Ishlayapti ekan bolalar. Davay, yaxshi, polnisni ko'paytirib olamiz. Tez sotiladi shunday sutlarimiz bolalar. Oy, menga yana qo'limga quti berildi. Buni ochib ko'ramiz hozir bizga. Davay, elefant 5%ligidan fil ber. Yana fox berdi. Buni hammasini hozir birlashtiramiz, merch qilamiz. Oy, 5-level strawberry elephant bu bolalar, strawberry elephant. Yo'q, bu qanaqadir
sigirda, boshqacharoq sigir. Qanchadan beradi shunda? 1000 ta beradimi? Nechta sut beradi? Bolalar tushunmayapman. 300 ta sut berar ekan. 300 ta baklashka sut berar ekan. Brat, men biznes zo'r rivojlanyapti ko'rayotgan bo'lsangiz, men vobshe kuchayib ketyapman. Qani, mana ularni kuchaytirib tashlaymiz. Sekundiga sotadiganlarni zo'r. Endi daffiga puldan sotadi bolalar. $12,000 pul kerak menga hozir, $12,000. $12,000 men yangi 100 ta o'zimga sigir sotib olaman bolalar. Let's go. O'zimizga yangi 100 ta sigir sotib olaman. 100 ta $12,000 ga bolalar. Let's go. Qani tez menga pullarni soqqalarni beringlar. $8,700 bor. $13,000. Yaxshi, bolalar. Bosib oldik hammasini. Oy, ikkita menda strobe elephant bor, bolalar. Ikkita strobe elephant bor. Qani sutlar yig'ilsinchi, sutlar yig'ilib bolalar hammasi sotiga qo'yib yuboramiz hozir. Yo'q, qarochi biza buni hamma qutilarni sotib o'rishimiz kerak va hamma sutlarni sotib olib turib biza boshqa joyga o'tishimiz kerak. Olib ber qolding oxirgisi. Что проблема это? Какой ты проблем идешь? Bola, menda juda ham ko'payib ketdi. Men qutishalar ham, dajman sutlar ham borlar. Sutlarni hammasini yig'ib oladigan bo'lsam, daffiga sut bor. Yo, bolalar qancha sut bor? 8,000 ta sut bor menda, qaranglar. Hozir bularni hammasini sotib olamiz. Mana qutilar ham tiqilib yotibdi, hammasini olib tashladim. Ochamiz endi bu qutilarni hammasini bolalar, hammasini ochamiz. Oy, menga strobe elephant tushdi bolalar. Yana bitta strobe elephant. Oy, yana elephant paydo bo'ldi menda bitta. Merch qilindi. 6-levellik elephant chiqdi menda bolalar. Bu qancha sut beradi? Nech 2000 ta? Qancha debdi bolalar? 1100 ta berar ekan sutni. Yo, bolalar bizga juda ham zo'r foyda bo'ladi bu endi. Qani endi biz ham uni oladigan bo'lsak 1100 tadan nechta bo'lib ketdi? 17,000 ta bo'lib ketdi bolalar. Hamma sutlarni sotib olamiz. Bitta juda ham ko'p pulimiz bor endi bizlarni. Sutlarimiz tezroq sotilishi uchun mana uni ko'proq kuchaytirishimiz kerak. Avto kollekt olsam, men pulim avtomatik yig'ilmayapti. Jinni ekan-da bu bolalar. Daymani kuchaytiramiz. Yaxshi. 1 dan sekundiga sotilyapti. Hammasi cho'tki. Qani bizdan soqqalarimiz o'zini balansiga kelib tushsa bolalar, hozir yorib karpir chiqib tashlaymiz. $380 ga yangi qutichani ochib olamiz. Qani o'sha yana strobe elephant tushdi. Yo, bolalar. Yana strobe elephant. Zo'r. Hamma sutlar olamiz. Ya'ni 12,000 ta sut sotuvga qo'yibmiz. Zo'r. 12,000 ta sut keldi. Hamma shahar polisiya viloyatlarga tarqatamiz. Sarazi hamma sotilib ketadi bolalar, chiqyapti. Soqqamiz ham kelyapti. $50,000 pulim bor. Chiqsa hozir yana qutilarni ochib qo'yaveramiz darshi. Qani, hamma sut oldi. Yana 6,000 ta sut keldi shaharga. Davay dostavka. Tezgi hamma cho'tki. Qayni nima qilamiz? 100 ta men sigir olaman. Sigirlarga investitsiya bo'ladi, chunki bizga juda ham ko'p sigirlar kerak. Hoppa, buni ochaman. Ichidan nima chiqadi? Fox chiqdi. Fox ham normalniy bo'ldi. Fox qo'yamiz hozir. Yaxshi. Demak, 3 ta strobe elephant 41 ga nima bu bolalar? Yo, menga so'rashdi. 3 ta elefantdan keyin bizga oy, mana qanaqa bu bolalar? 4,000 ta tuxum berar ekan bizga. Yo. 1 ga yana bunaqa qutidan ochamiz. Yana bunaqa qutidan 1 ga ochamiz. Qutilardan ochsak bizga juda ham zo'r narsalar berar ekan. $55,000 ga yana unaqa qutidan ochamiz bolalar. $55,000 kerak ekan. Короче, hamma yiqqan hozir sutlarimizni. Yo, buncha ko'p bolalar, sutlarni ko'pligiga qaranglar. What the fuck? 40,000 ta sut bormi bu yerda? 40,000 ta sut sotuvga qo'yib, yiqqan puliga bolalar mana $55,000lik qutichani ochib qo'yishimiz kerak. Bu yerda 8-level pik tushib qolsa, yorvoration corporation bo'lib ketadi bolalar. Hamma sutlarni hozir yig'ib olaylik bolalar, hamma sutlarni yig'ib tashlaymiz sразу. Cho'tki $52,000 pulimiz bor. Ya'ni ozgincha kerak, ozgincha davay bolalar. Hoppa, yaxshi. O'rashak ichidan nima chiqar ekan bolalar? Bi chiqdi menda yana. Oy, ikkita men dahshat molim bor. Mana ochib qo'yamiz. Buni ham ochamiz bolalar. Hammasini ochamiz. Qutilarning ichidan chiqadigan sigirlar bizga juda ham tez level o'zgacha yordam beradi. Elefant tushdi. Yo. Mana undan ochib ko'ramiz. $110,000. Qimmatlashib ketyapti-ku bolalar. $110,000 ga biz mana keyis ochar ekanmiz endi. Lekin atak dahshat pul beryapti bizga bolalar. Qani hamma sutlar 56,000 ta sutlarimiz shaharga dostavka sразу. Davay, shunda 100,000 pulimiz bor, 110,000 qo'ysak bo'ldi. Hoppa, qancha? 111,000 bo'ldi. Cho'tki bo'ldi. Ochamiz. Nima chiqar ichidan? Elephant. Arman elephant ham bo'ldi. Cho'tki. Ikkita sigirim qoldi xolos men. 8-levellik pig. 8-levellik.
15 mingta sut berar ekan bitta o'zi. Yo-mayo, bolalar qanaqasiga bunchalik ko'p berishi mumkin? Qani 120 dollarga uni olsa bo'lar ekan, yo undan kerak emas endi bizga. Bizlar ko'proq yiqqan pulimizga mana ko'chirib olishimiz kerak, chunki bizda juda ham ko'p sutlar ko'payib ketdi. Endi sutlarni tez-tez sotishimiz uchun sutlarni sotadigan apparatimizga aniq qilishimiz kerak, investitsiya qilishimiz kerak. Yaxshi 5 mingta sut sotyapti. 5 mingtadan sut sotyapti bolalar. Dashni kuchaytiramiz uni. Yana bitta kuchaytiramiz. Chotki, yana kuchaytiramiz. 56 k bolalar. Yaxshi. Qani 8 kdan sotilyapti. Davay. Buni hozir necha 10 k qilib qo'yamiz. Bizda soqqa qolmadi-ku bolalar. Oltin gold narsa chiqdi menga. Yo-mayo. Gold aniq chiqdi. Menga gold narsa chiqdi, lekin uni hozir aniq qila olmaymiz, ocha olmaymiz baribir. Mavlan ko'proq kuchaytirishimiz kerak. Mavlan tez-tez sotib tashlasak, bolalar bizga ko'proq pul yig'iladi. Chotki soqqa zo'r kelyapti bolalar. Hammasi chotki, bularni bunisi kuchaytirib olamiz. 17 mingdan sotilyapti bolalar hammasi. 25 ta sigir sotib olamiz yangi. Hammasini tashlaymiz. Bizda yana 100 mingta bor. Hammasi chotki 100 mingta bor. Endi bularni yana depozit qilib zo'r. Hammasi chotki bolalar. Biznes juda ham zo'r ketyapti. Qolganiga endi polisi biza aniq ko'tarishimiz kerak, pullarimizni ko'paytirishimiz kerak. Hamma soqqol olib turib, bu yerda sigirlarimizni yana ko'paytiramiz. Sut ishlab chiqarish sotda slab ketyapti. 126 mingga yana qut ochdik. Voy, elefant chiqdi. Uni ham merch qilsa bo'larmikan? Bizga 240 ming dollar pul kerak. Menimcha bizda tugab qoldi bolalar. Sutlarimiz dayda tugab qolib ketgan sutlarimiz, shuning uchun ham bizga aniq kelmayapti ekan. Sutlar tugab qolgani uchun ham pul kelmayapti ekan. Endi bizga dahshat pul kiradi hozir. Qani qutini ham ochib ko'ramiz. Ana qutilar chiqsa qutilarni ochamiz. Zo'r. Fokus tushdi menga. Bo'lasida merch qilamiz. Hamma sutlarni aytib tashlaymiz. Bo'ldi, sotamiz. Dafiga pulimiz bor. Mana 100 ta sigir ochamiz yana. Yaxshi, chotki bolalar. Yo bolalar. Короче, hozir biznes chotki rivojlanyapti. Yana ozginchani qo'ysak, harakat qilib sigirlarni ko'paytirib olsak, biz vashti ko'p, bundan ham ko'p pul ishlasak bo'ladi. Qani davay menga hammasi sutlar kerak. Chotki, mana sutlarni ham buni ham olib qo'yamiz. 87 mingta sut baklashganimiz bor. Qani buni ham sotishimiz kerak. Hammasi sotilib bo'lishini kutamiz. Hamma pullarimiz yig'ilib, endi buni hammasi ochib chiqamiz o'yinda. Buni ham ochamiz bolalar. Let's go. Elephant. Sigirlarimizni ko'paytirishimiz uchun biz pullarni investitsiya qilishimiz sigirga albatta. Qani hamma sutlarni solamiz. Qancha pul yig'ildi bizda? 182 ming. Bo'ldi, ochamiz buni ham. Nima chiqdi? Yana elephant bolalar. 7-deylik bunaqa BM qilib qo'ydik biz, olib qo'ydik. Yana bitta quti, buni ham ochamiz. Ichidan qanaqa narsa chiqargan bizga. Qani milk tashlaymiz. Zo'r. Qani soqqalar kesin. Soqqa yaxshi. Yana elephant tushdi. Bo'ladi, bu ham normalni. Hozir chiqish kerak qutilar. 61 mingta menda narsa bor. 61 mingta sutni klassik va sutlarimiz bor. Shaharga dastlabki sira sotilib bo'libdi. Shaharga hamma sut qo'ymay, sutga to'ymayaptimi deyman-da. 30 mingta, 40 mingta, 50 mingta bo'ldi. 60 mingta bo'lib ketdi dashi. Davay bular hammasini tashlab yuboramiz. Qani let's go bo'ldi. Hammasi sotilib bo'ldi o'sha. Yo-mayo. 311 mingta yangi 100 ta o'zimga sigir sotib olaman. Chotki. Sigirlarni sotib oldik. Qani endi mana bu yerda yana sutlarni olib turib yig'ib sotamiz. Nechta sut? 65 mingta sut keldi yana bizga. Let's go. Sotish kerak bularni hammasini. Indeksda nimalar bor? Bola indeksda. Normal oshibman hali. Bundan keyin hali dafiga uni qizlar narsalar bor ekan, sigirlar bor ekan. Bola ularni olish kerakmizcha. Yo-mayo. Yo, короче, bolalar, men mana shu videoni tugataman bolalar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bolalar. Har doimgidek men bu albatta bu o'yinning ikkinchisini ham chiqaramiz. O'shanda bolalar bu o'yinni oxirigacha yetib boramiz bolalar. Keyinroq ko'rishguncha hammaga xayr.